Mana shunday chiroyli remontdan chiqqan 96 metr kvadratga ega bo'lgan kvartiramizni olishni xohlaysizmi? Unda obzorimizni oxirigacha ko'ring. Hozir sizga qisqacha video obzor qilib beramiz. Prixoshkamizdan boshladik. Bu yer bizda hol ko'rinishida yoki stolovaya zona qilib ishlatsangiz ham bo'ladi, chunki bu oshxonamizni prям yonida bo'lyapti. Marhamat, oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Barcha kerakli mebel, texnika jihozlar qo'yilgan, tayyorlaysiz va bu yerda ovqatlanishingiz mumkin. Kirib kelishimiz prixoshkamiz bo'lyapti. Mana shunday ajoyib dekorativ nimalar qo'yilgan. Bu yerda bizda alohida xonalar bo'lyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda katta, keng mehmonxonamiz bo'lyapti. Yumshoq mebel qo'yilgan, chiroyli ranglar tanlab o'tilgan, e'tibor beramiz. Xo'p, alohida dizayn bilan yondashilgan. Ushbu kvartiramiz 80 ming deb baholanmoqda. Bu bizda ko'rib turganingizdek kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'lyapti. Rudakiy ko'chasida joylashgan, Samarqand shahrida. To'liqligicha tepli pol tizimida, isitish tizimida isiydi. Undan tashqari mana radiatorlar ham bor yotoqxonalarda. Bu bolalar uchun mo'ljallangan xona edi. Endi esa kvartiramizning sanuzli. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Sizni qiziqtirgan boshqa ma'lumotlarni quyidagi yozilgan raqamlardan bilib olishingiz mumkin.